middle swing. Sing, 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 sing. Everybody starts to sing. Party high, ho, ho. Now she's singing middle swing. Sing, 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 sing. Everybody starts to sing. Party high, ho, 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 ho. Now she's singing middle swing. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Barchangizni eng bahoriy bayram bo'lmish Navro'z ayyomi bilan chin yurakdan muborakbod etamiz va bugun konsertimizni ochiq deb e'lon etamiz. Assalomu alaykum hurmatli yoshlar, Atiqa shouning yangi konsertiga xush kelibsiz. Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, shu hammangizga yana shu bayram bilan tabriklaymiz. Shu ozgina fursat bo'lsa-da 8-martdan keyin tayyorlandik-ku. Mesela bir hafta bo'lsa shundan shu tayyorgarlik ko'rishga harakat etdik, sizlarni hurmat etib. Shu sizlar borsizlar, bizlar bormiz. Ya, bizlar bormiz, sizlar borsizlar. Men borman, kibim bor. Ha, xudoga shukr, sen boraman. Men bo'lmasam bular chibuga. Shu sizlar bo'lganlaring uchun men menda borman. Diğer edimda ne konsertda qatnashmayman da keyin unday desam. To'g'rimi? Qani maqsadga o'tdik, maqsadga bolalar. O'tgan kundan so'pshinalar ko'p kelib turibdi. Twit.
Her türlü kalan kazanmalar köp çıkar adam oldu. O mağa kelibdi сообщение. Chamasi muxlislardan bo'lsa kerak o. Assalomu alaykum Sherzod aka. Aka bo'lib ketdingmi ne? Navro'z bayramingiz bilan. Men sizni yaxshi ko'raman. Ko'zni ko'raganda onda. Men sizga umrbod sodiq qolaman va muxlislik qilaman deb ukangiz Shahzod. Voy. Yo'q. Safar yanglishdim. O'g'ir keldi bu. Cho'taverlar. Assalomu alaykum Ahmad aka. Voydat deb turumga men so'rayman. Voydat. Men sizni 3 yildan beri kutaman. Voydat. Esingizda bo'lsa 3 yil eldan 4 yilga kven yuratuvga keldingiz. Unday bo'ldi. Met shkoldagi qizman men. Oho. Balangiz 2 yashar bo'ldi, qachon kelasiz? Yurishingdan qo'rqatayin seni yurishingdan. Yo'q, izi bor. Izing balangizdan g'irt o'zingiz. Hamma tap o'zingizga o'xshaydi. Ayniqsa sochlari sap-sari, ko'zi ko'm-ko'k. Voy. Teppak o'ynab turganingni? She'r uyat emas. Yo'q, uning ham izi bor. Qiliqlarini ayting, kvenda o'ynavlar. Yanglishdan chiqar, yanglishdan. Yaxshi kiyindan o'qigan. O'qi. Qiliqlari g'irt siznikinday bunday qizning qiliqlarini Söyle. Kimga tashat o'tiring hozir? O'qi, kiyindan o'qi. Основной gövdesi deydi. Menanday gana pachaq deb asbotdi. Aytdim-ku, shunday bir gap bor. Yurib fasmandagi shuni. Tvit. Bizga da keladi-da. Tak. Mana ko'ringlar, men sizlarga qaratib o'qitaman. Salom azamat, qalaysiz, yaxshimisiz? Sizni sevaman. O'ynagan rollaringiz menga dim yoqadi. Yoningizga chiqib gul bergim keladi, afsus jo'ralar bermaydi. Jo'ralarim? Tvit. Menga keldi o'xshaydi, ha? Nima deb tursizlar, bichirdab? Chaqirmaysizlarmi meni? Rozimov Ulug'bek! Yaxshimisan? Yana aytdim-ku, kvem buni bo'lsa kvem bor. Haqiqat aytdik shu gapni, haqiqat. Turi qursin uni. Aytdim, eshitgan ham chiqarsan. Xursandmiz seni ko'rganimizda. G'oyat xursandmiz. Qara, sochlarim tikrayib ketdi seni ko'rganda. Xursandlikdan bu. Men labimni qo'y. Men quvonmadim sizlarga ko'rchim. Bundan sen noz men bir neto gamishdim, balang bir narsa bo'ldi deymi? 2 yoshga to'lib qolibmi balang? 2 yosh 3 oy bo'ldi sening balang, mening plan. Voy, hisoblab berasiz qo'dimi siz, ha? Hisoblab berasiz. Ya men bugun barganimiz yadimizda-da. Menga da сообщение kelibdi, men qaranglarda. Sizlarga yeb tashlagan сообщение. Asl muxlisdan kelgan сообщение. Asl muxlis mendan deb сообщение yozadi, uyranin. Beeline sizga ishonadi, qarzini to'lamayman. Qarzini to'la, qarz beradi. Vibratsiya beryapti, gudugan keldi. Voy. Bizga SMS. Bizga telefon. Ne dedi alan? Ali. Ha? Ne dedi? Do'stim hisobidan qo'ng'iroq qilish deymi? Ulug'bek ko'rishmaysanmi bu odamlar bilan? Qara, mushtoq bo'lib o'tiribdi san hammasi. Balkonda nima birov qo'lni ko'taradi. Yolg'on so'ylasa odamga ishonaveradi, qaroqqa qarab. Shu ketdi-da bu 4 yildan. Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Ming marta rahmat, qadamlaringizga gul bitsin, hurmat yetib kelib, shu arzimagan bir sari maymuldi. Qara bo'jakdi. Shundan keyin bor bu aramizda bor. Va bir pachaqdi deganday. Bariq bir skript ko'ramiz deb hurmat etib keliblar. Iloyim shu kelgan ishonchlaringizni oqlashga harakat etib, sizlarni kvenimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Bayramlar muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bak, bizda konsertimizda bir adatiy hol bo'lib qolganda, lekin men Ahmad Sabir savol berajaqman-da. Bekzod Ismoilovning to'yina borib solmasin? Voy. O'zan svидетель bo'ldim. Endi qaraga qara svидетель bo'ladi. Ya, eng qiziq yerini ayt.
Endi bu kirgizverdi o bende ya. Çımıldık boladı o. Nima bo'ldi? Çımıldık. Seni kirgizverdimi? Men emas o'zi. Ha. Endi sizlar ham jo'rasi deb biz chaqirdi, cho'tsa problema bo'lib turibdi deb kirdik. Kirdik bo'ldi, kirdi. Ne bileyim? Kirdi, kirgandan keyin ichga kirib olib, "Nerdasan axir, nerdasan?" dedi. Ho, Bekzod Ismoilov shunday deribdi. o Bekzod. Baqaki. Shunda dedik-da, o bunday etma, ne desek yana shu qo'shishadi. Bir haftadan keyin kelsak, hafta yana yo'qdir derak, hali davom etdi. Agar sening o'rningda bo'lganda, boringma, jonini asani. Buni qo'y. Amallab top bergandan keyin nishatiyman. Voy, yosh bolaman, nishatiyni-da. Amallab uyratib, oxiri kirgizib yuborib, eshikdan deb eshitib tursam, Bekzod aytib turdi, "Bo'lama." Rollaringizga tayyorlanarsanglar, ansatqani arqayna. Bolam. Ha. Bo'lama ekan shunda. Bekzod ham chadam bo'ldi. Bizlar konsertimizda an'ana borda, san'atkorlarni chaqirib qo'shiq ayttirajam. 8-mart kuni konsertga kirgan muxlislar bormi? Mana yoq tarafda ko'p ekan-da. Mana yoq taraf so'ylaydi unda. Shuna endi 8-martda ko'rgan chaqasizlar, boshida chiqqan artist bola bor edi-ku. Shuni chaqirib edikda yana. Aytsinmi qo'shiq? Bekzod uzr aytmasin deb turibdi. Iltimosini. Aytsinmi aytmasinmi? 3 qo'shiq aytadi. Aytsa kven vaqt cho'ziladi. Keyin bir narsani aytib o'tay, hurmatli muxlislar, oqshom mana gala konsertida aytib o'tdim. Mendan keyin bir taklifda shu gapingizda dedi, shu odamlar kelgan vaqtida aytsin debdi. Bizlar afisha yopishtiramizda, shu antiqa shouda muxlislari eshitmay qolibmiz, ko'rmay qolibmiz deb aytmasin. Shu afishani yopishtirib qo'yib o'qib, "O, konsert birinchi chisloda ekan" deb o'ylasin desak, afishani yirtib ketib yurganlar bor-da. O, varag'i 3,5 ming so'm yerdan olaman men uncha pulni. Keyin aramizda o'tiribdi shu. Hammangiz deymi, u orasida bor, o'zi gap iyasini tavadi deydi-ku. Men nega shu yirtib ketganni inobatga olib, flomaster bilan tiyina yozib qo'ydim spesialni. Agar kimda kim shu afishani yirtsa, desam, bir qiz yirtib chiqanlarim bilan yirtdim deb nomerlarni yozib ketdi o'tina. 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 adam yo'q. Marhamat, endi qo'llab-quvvatlab, podeshka berib o'tirsanglar, biz konsertimizni boshlaymiz. İlk nomerimiz sizlarda mana hozir hayotda bo'lib turgan nima edi? Xudo'si men sen aytmadim ko'p. Ha, mikrofon beringlar, mikrofon. Yigitlar mikrofon berib olinglar, so'ng. Ko'ylakka keldingmi? Assalomu alaykum. Salom. Xo'sh, xizmat. Men endi mehmon jamoa bo'lib keldik, Petkalijdan. Endi sizlarning yoningizda bir-ikki nomerlarimiz payda Navruzga chiqarib olib. Shuni endi Belay number eshilam bor. Ha, kvenchimisizlar? Ava, endi number edi orqasida. Aha, xudo xolasa nima edi shunda? Shunda sal endi Navruzga nomer tanlab qo'ydik. Shuni bir-ikkisini ko'rsatsak bo'ladimi deb. Ha, sizlar Petkalijda o'qiyotgan talabalar kvenga qatnashib yuribsizlar. Shuna nomer tayyorlab keldinglar. Qani jamoa, sizlar ikkovmi? Yo'q. Jamoasi qani? Bu 40 bola emas ustida top. Ha, endi Orzu jamoasi desak chiqar endi. Ha, Orzu degan to'yxonani eshitdim-da. Ha, endi jamoam chiqdi-da Orzu etib sizlarga. Ha, iloyim, mana Orzu jamoasi. Qarsaklaringga. Salom alaykum. Islaydi endi sal. Kelar. Shu bilan antiqa shu qivizi jamoasining konsert dasturi o'zini hayotini yeb. Marhamat, sahnada Orzu jamoasi. Assalomu alaykum. Avvalambor o'tgan Navruz bayrami bilan tabriklaymiz. Mana endi bizlarda birinchi nomer qalaysan? Jo'ra, sana bayramda padarkim bor. Qanday padarki? Ko'zingim bor. Qo'lingni ko'tar. O bu nima yuru? Bo'stonda ular shu turadigan golf chalburni ko'tarik. O sen Bo'stonga borursan men, ha?
Endi Bo'stondag'ilar endi bizga dis yozib, chaqirib, nishni bergan ekanda, bizlar ham baribir ulardan qolishmaymiz. Bizlar oyog'imiz uchimiz tayyoradi bu yerda. Bu baribir bizlardan qolishadi-da. Mana endi bizlarda to'xta. Ha? Hech narsa yodimdan chiqmadimi? Yo'q. O'tgan safar 8-martada chiqachaq bo'lib, chiqa olmay qoldik. Shu yodingizga tushdimi? Ha, 4-yanvardan chiqa olmay qo'ydik. Qizlardan tabriklamay qoldik 8-martda. Endi bolalardan tabriklab, endi shulardan hammasini bir qo'shib o'raveramiz-da. Shu qo'shib aralashtirib ishlayversak bo'ladimi ekan? Ha, bo'ladi. Endi bularni aralashtirib ishlasak Bo'ladimi? Demadi-ku bular. Asli yoqmadimi, nega chiqqanimiz bor-ku? Endi yoqmadi-da. Endi yoqmasa-da sal ko'rsa bo'ladi, 4000 so'mga kirib o'tiribdi. Paqa berasizlar. Endi o'zlari ko'rar-da. Call me Mr. Worldwide. Mağaran. Siz otasiz kim edi? Cemile ay. Yo'q, Cemilaxon. Cemile Banu. Sizga nu desam ham yarashadi. Bilasiz, bugun 14-yanvar. Kostyum razmeri 48. Endi cholbirdiki 30, krasovkaniki 42. Endi o'zi siz bilan birinchi uchrashganda borib, palvonga kirib ko'rganman-da. Palvonga kirib ko'rsam, palvon ham aytdi, yulduzimizga, qunduzimizga tur keladi ekanda. Otangiz Cemile Banu Jumani Yoz. Endi marhamat, endi ko'ramiz shu 8-martdan bir kunga oldingi holatda. Maqarang, yo'q. Maqara? Oting kim edi? Cemilaxon. Cemile. Şu an admı? Cemmi. Cumanci. Dopu. Maqara, sen bir yulduzimiz umuman bir-birine tur kelmedi var o yani. Palonga kirib ketdim-ku men. Shu umuman xato ekan, ishonma. Men senki Cemile bo'lsa, meniki pasport ochib ko'rdim. Dejuman yozganda, shuning uchun sen bilan bir umrga do'st bo'lib qolamiz, yaxshimi? Mana endi bizlarda keyingi nomer Navro'z bo'ladi deb chetdan aytib o'tirman-ku. Navro'z bayramida endi Navro'zda o'ynaladigan o'yinlardan bir udumdan bir o'yin. Marhamat, endi ko'ramiz. Kim oladi ya shu günni ya? Qani, nun olamiz. Endi nun olamiz. Bilmayman, bugun Ya, qo'yaver. Qo'ysa endi bugun Navro'z. Endi sen ko'rsatamizmi, hech narsani amal qilay bo'lib, to'g'ri chiqib. Al bu, boshqa. Nuni sen endi boshqa kim oladi ya? Kim oladi ya shu günni ya? Kim oladi ya shu günni ya? Men olaman shu günni ya. Voy, aldın, gördük. Söyle. Ne oldu şimdi? Finish it. You will never win. I win. Fatality. Молодец. Молодец. Rahmat. Dedi, va dedi, qilib. Молодец yigitlar, молодец. Qarang, orzu jamoasi, qarab keverlar bu. Qara xalq tanisin sizlardan biri. Ko'rsin bu yerdan. Yerdan bizning borimiz bor, yo'g'imiz bor. Kimga qo'yib qo'ysanglar, kim ekan deb o'tirmasizmi? Hasan. Mana atangiz kim endi sizning bir tanish yigitlar? Ahmad. Rahmat. Ahmad. Ulug' aka. Otingiz aytdimi? Set. Ulug' aka hammadan bor. Sobir. Rahmat endi Ulug' aka. Bo'ladi. Shu oting kim? Sobir. Voy, men akam ot Sobirda. Kimga qo'shaman seni, xudo xolasa. Bo'ladi, rahmat, iloyim, sog' bo'linglar, hurmat etib, izzat etib, kelibsizlar. Yaxshi kun.
ish chiqib qoldi ama. Ne bo'ldi endi u yoqda? Qizil patinka deydi. Ha, Qutlumurod, qizil nashnoy. O'tgan safar aytdim, "Ey, Qutum, bu yerga kelib tutma tutun." dedim. Do'stim, bir mushik guring aytaymi senga? Sen yaningdagilar bo'lmasa hech kimsan sen. Every day I'm shuffling. Hozir xayrlashdik-ku, yana kim chiqdi? Rahmat shu guruhning yigitlarına, malades petkallejdab, endi birinchi kurs ekan bu yigitlar. Ertaroq kelganlarida bundan ham zo'r narsalar ishlaydi-da, lekin yana koreys yaqib qoldi arasida. Bizda yoqdan urologiya doktorlar, urologiyada ishlaydigan ya sunnat etadigan doktorlar o'rganib qo'ysa shu yerda. Qiynalib o'tirmaysan-da, balam yuray, ne deb aparib o'tirmaysan-da. Aparasında yadırasan doktor. Put your fucking hands up! O'sha bala qiz bola bo'lib qoldi, chiqib kelaveradi. Marhamat, hurmat va ehtirom ila sahnada chaqiraymi Bekzod Ismoilovni? Bekzod Ismoilov yo'q bugun. Bizlarda ilk sahna ko'rinishimiz dolzarb muammolardan biri xiyonat degan. Marhamat. Vatmanga diyor dingli oyim, seni yarim, seni humayim. Ko'ravering-mi? Boysan da boysan. Boz. Mana qara, bizning xotin qani ya, yutib qarabsan sen ha? Sen aytyapman, ne to'qarabsan ekan? Men emas, bu yoq boz. Sen boz emasmisan? Nima normalni kiyinib olganingga yetay. Ne, shu tipni sen boz emasmisan? Mana o shkafini açamma, tushundingmi? Ochkisini açamma. Mushunga ko'rsat. Hozir betim bilan berib tashima, yaxshimi? Sakilmaman, senda ochki bo'lsa bizda saqal bor, yit. Menang yo'qot gaplashamiz. Itqo bo'di berdi. Mana qara, sen boysan-da, senda vodoprovod bor-da. Bizlar ham ishlaymiz, xudo qalasa. Senikidan o'zimizkidan tashiydi. Sen ko'zing qisib turibsan ekan u. Bir urar edimda, keyin yo'qotdim. Kimga ko'zimni qisib turibman? Kimgasini? Buzmaysan ya? Ura olmayman endi, 10 ming xudoyim, qarg'iyman. Yo'q, qo'rqmaymanmi? Urishimam mumkin, uraymi? Yo'q, 10 ming etib qo'yayim. Qarg'iyman, Allohim. Birovning xotinina ko'z qisib birgalar bormi? Oyog'i cho'loq bo'lib qolg'ay, bir oyog'i cho'loq bo'lib qolg'ay. Tushundingmi? Alloh, 10 ming, sen ham 10 ming et. O'lgaysan Allohim. Xudoyim boshqa yerlarga ham shunday bo'lib qolg'ay. Qaraganing uchun. Hurmatli muxlislar, hozir ana shu nomerni qo'yganimiz sababi bugungi kunda ana shunday tuhmatlardan, nelardan ko'p xo'jaliklarimiz buzilib boradi. Haddan ziyod ko'p bo'lib ketdi-da. Men aytajaq narsa shu birovning xotinini ko'z qisib yurgan bir nomard, razil erkaklar shu oramizda bo'lgan bo'lsa, ne to'lqi bir oyog'i. Xudoyim ikki oyog'i ham ishlamay qolg'ay. Haqqi shu ularning. Yoki ko'tar. Cho'ta oyoq ishlamay qoldi. Qarab bo'lgani bayimiz. Hozir xatlarim tag emas bura. Shundan buni qarg'ingda meni. Mana qara, ana sening baying, mening bayim invalid etdi, oyoq ishlamayapti anan. Bayning xatnisan-da men aytgan buni. Ilohi amin, men ham qarg'iyman. Fatihaga chiq qo'lingga. Sizlar ham ochib Fatihaga. Ilohi amin. Ochib o'tirib mana, xiyonat etaman deyman. Ilohi amin. Bayina xiyonat etib, ko'chada boshqa bolalar bilan yurganning Xudoyim ko'z ko'rib qolsin. Amin. Amin. Ko'rmay qolsin. Eshitdingmi, hayvon ekansan sen. Muam. Bu yoqdaman meni. Yoqdasan, hayvon. Ko'rdinglar mana, boyining oyog'i ishlamay qoldi, o'zi ko'rmay qoldi. Shunday plaslardan Xudoyim o'zi saqlasin.
Ha, hayvon sening ha. Every day I'm shuffling. Özler bizlarda keyingi nomer sartaroshxonadagi holat. Marhamat ko'ring. Zaminaning nomlari sartarosh, qaychi taraq bo'lmasa-da sartarosh. Niye kechirasiz? Qanchalar? Assalomu alaykum, o'tiring, klient keldi, bayramda yaxshi bo'lib qo'ydi. O'tir. Voy, kesilib ketadi, ko'pirtirib. To'xtab turing. Assalomu alaykum. Niye? Assalomu alaykum. Klient bar, o'tir, yaxshi. Niye? Ay, to'xtab, nesini qo'yib kesin. Ay, shuni qaraverasizmi? Bir savolim bor edi sizga. Savol bo'lsa keyin bo'ladimi? Savolim, iltimos berib oling savolimni. Bering. Nechta o'tirsiz mening xotinimni? Niye saç keldi adam saç takan olaverasizmi? Amına Azonli berib ish qilaysan xotinimni? Dede, ne yapıyorsunuz siz? Bırak sonra. Arg'i satrashga deydim, arg'i. Yanlış nereye bo'lsam ko'rolmaydilar-da. Ne bileyim, ki siz soracak olsam o'zingiz bilmez, sürüp taşıdı bu meselede. Biri qirg'anda o'lib qoldingmi, ne bilan? Seni otangga nala sartarash bo'latag'in. Shunda sochini o'stirib birsan, xatlanang. Soch yo'q. Astag'firullah. Hop. Samek Murat. Yaxshimisiz? Sizning sochlaringizni olaymi? Sen qo'ling, ey. Hop, hay. O'tiraymi? O'tiring, bratdan, o'tiring. Men sochlaringizni shitib olsam ekan. Sen qo'ling, ey. Av? Erkak bo'lsa, qandaysa? Mana barmoqni yodlab qo'y. Ikkinchi so'rasang boshqa barmoqni ko'rsataman. Assalomu alaykum. Chaqir katta go'zal shivir. Shitib oling Ey, sochlaringizni. sen qo'ling, ey. Qandaysan? Ana bolaga o'xshaysanmi ne? Yo'q, endi shu ovozim shunday mening, unday odatim yo'q lekin bratdan. Bir erkak bo'lsa bir, normal söyle. Homshi davras brat, men qisna Ey, olmayman. normal söyle dedim sana. Erkak. No, shitib oling. Ha, o. Davay, ayt, shitib ol kerak sochingni. Shu normal söyle. Bo'ladimi, erkakda so'ylab turibman. Shitib ol kerak. Men elde cholqisini mindet qirqasida birinchi keyin buni kipriklarini terib, menlar O'ylay, xotin chilliman mana. Davom etamiz. Bizda keyingi nomer, ya'ni sahna ko'rinishi tug'ilgan kundagi holat. Marhamat. Oho, tabriklayman tug'ilgan kunlaring bilan, yaxshimisan? Xohlashma. Bir uyingda muzika sizga yo'qmi? Vals malsh tushsa qalay bo'lar ekan deyman-da. Qo'ying bir vals muzika bo'lsa vals tushga. Voy, yetolmay yurdim o'san. Aynan prichaskani yarversan lekin. Ha? Yerdan boshlamadikmi? O? Qoldi. Ha? Assalomu alaykum. Mana ko'rma. Ahmet degan men tanishim. Nerdan topding buni? Sapozning bolasi. Sapozning bolasi? Ha. Ana. O'g'ay rangingni ayttirma, yuborsa qoldi. Astan salomlash, astan salom. Astag'firullah. Astag'firullah. Shunday mayliqlar to'g'ri seni. O. Ya o'zlarimiz prosto. Qaynanasi yaxshi ko'radi ekan, vals ustida keldingizki, vals qilamiz. Ey, anqa vals tushan shit bitta. Ey, mana yeb turgan shuna qara. Darmanda sal quchoqlab tush, mana musulmon quchoqlab tush. Ey, unday emas, musulmon unday emas. Abi yiqlarni o'sha bir amdallig'ini yetib, mana o'nchita. Voy, yetisham yurdim. Ya o'zim prosto ko'rsatdim. Meni kim deb o'ylayapsan? Bizlar ham televizor ko'rib turamiz. Ha? Qo'lda turlasam, musulmon jet birdan qo'l kallasini sho'ngaydi kallasini. Mana deb tushundim. Astag'firullah. Sizda bir normalniy. O'zimcha. Ha, mana qara. Ha, voy. Ha, birdan bo'lib ketdimi, ne bilib o'tmagan. Apar mana, apar. Apar mana. Tursay! Stane. O'zim shittirman, nima bo'pti? Qarasang mana. Aparsana mana. Tushsam mana, tushmaysan tushgan odam hojam. Piyaz yedingmi, ne bilay? Ne bilay, bir turli ishib ketdi. Ey, ishib ketdimi? Ha? Ishib Kugurchaq. Ya, ey, onda emas. Onda emas, bu nasıl Ya boshqacha ish qil. Sen Ey, yotib men ya nena boyallarni o'rib shun padingim bilan keldim, naskini ish chiqar.
Onda barib noskini yechib kela qo'y. Noskini yechayman. Yo'q, noskini ne bileyim, aytaman noskini yechib ketdimi? Ha, bo'ldi. Biz arxonada o'zamiz mal pishib turamiz. Yaxshi. Yesi jo'y o'tasizlar palovni tiyna. Cho't is ketmadimi? O yechdim-ku. Qayta dim keldi u is. O yechdim-da, eyga qo'ysam bir urlab ketardi, men yerimdan sap kelayim. Rahmat. Bu sahna ko'rishimiz bilan birovning ko'nglini tiyish ya bir navga g'arazli niyatimiz yo'q. Prosta tartib haqiqatda shu Berni Sapqoz, Maxtumquli, Kirib degan yerlarda bor ekan tartib to'g'risini aytayinda. Ya barmoqni ko'rding-ku. Endi iltimos etib aytaylik, hurmatli muxlislar, agar shu kviyen sifatli o'tsin desanglar, bir og'izbirchilikda qo'yik bir-birimizga shaxsiyatga tiyudi. Hozir aytaman, gapasini qo'yib, noni qo'yudi. Ana madaniyat. Masalan, Gortning bolalari mana turgan ham shu ham. Egan anida bir Sapqozning nesi deb rol ko'rsatsa kuladi ustundan. Bu yerda birovning ustidan kulish emas, betlaringga prosta oyna qo'yib beryapmiz biz, yigitlar. Shu afishani yirtib yurgan ham erkak bolalar o'sha. Betlarimizga ko'pchilikka gazdor qaytib oldimi? Men qutumning bir o'zim ekan deb qo'pollanib yo'ding. G'azil. Agar yana shunday deb baqirsan, garanta sen yanında odam turmaydi. Uf, ne bela yetdi mana bolalar. Marhamat, bizda keyingi sahnaviy ko'rinish maktabdagi holat. Marhamat, tomosha qiling. Salom bolalar. Alaykum, hurmatli. Voy, bu yoqqa o'tsin, keldimsan. Aka kangmay, eldan borsin. Kim navbatchi bugun? Men navbatchi. Latta tikib keldingmi? Latta tikib qo'ydim, eshik oldirib qo'ydim. Muallim kiyib olibsiz lattani. Lattang narmanda ekan. Rahmat. Yuvondaga lattada bo'laveradi. Davay darsga tayyorlaninglar. Voy muallim, ruchkani oling. Al, men jurnal tekshirib oling. Ruchkani oling. Yo'q. Vag'irda chiqarmanglar bolalar, vag'irda chiqarmanglar. Buni. Muallim, bularga ruchka tushib ketdi, ovarsin. Hey! Ha, bu ne qilib? Prosta ruchka tushib ketdi, mana bola bosib oldi. Yo'q, tushunmadim. Chetinsiz ham? Voy, ahmoq, shuni kelib olding. Terbiye ko'rmagan ahmoq, ikkinchi marta ruchka buni tashab olma, tushundingmi? Muallim, o'zimiz olamiz o'rimi? Men sana tushuntirib o'tirman. Menga qara, sen palankasakang bolasi, sen palankasakang bolasi, bu palankasakang qizi. Tartib saqlanglar. Yotamas mag'al deb turib, ko'rib turibman, jurnalni yozib turibman, meni ko'zim bu yoqda ko'rib turibman. Meni deb tashadi, to'xtab tur. Shunday kelib, ya tursa ko'rsatib beracaqman. Shunday kelib turib, deb olib turibsan-da endi. Tartibga turgamaydi axir u. Muallim, yo'q bo'ldi muallimga. Tarbiyali. Davay. O'tgan darsga tayyorlanib keldinglarmi? Yo'q. Hozir darsga tayyorlaninglar, men savol tayyorlab olayin. Ulug'bek. O'tgan darsda 3 kun oldin nerda eding sen? Yo'q ekansan, yo'qlamada. 3 kun oldin? Kelmabsan darsga? Ha, akşam oldin kuni? Ha, akşam oldin kuni. Endi yuqoridan turib maktabga kelin desam, uydagilar hamma kiyimlarimni yuvib tashlabdi-da. İçimden kiyatan eng kichkina ishtondan yuvib tashlabdi. Voy, o'zi menda birdan qolmagan, bilasizmi? Akşam nega kelmading unda? Qurmay qolgandan keyin kelmay qoldim akşam. Oldin kuni. Akşamni bir kunda qurmadimi shu? Yo'q, akşam teatr edim ma'lum. Ha? Xudo ursin teatr edim. Akşam teatrsak, ishingizdan o'tdik-da ma'lum. Ha? Qarasak, yipta sizning kichkina ishtoningizdan asib turib ekanda. Shunga, "Ey, muallim bugun bormay qoladi-ku" deb qaytib ketdim men arqama. Bu adam bo'lmadinglar, adam bo'lmanglar. Davay savolga tayyorlaninglar.
Tasavvur etinglar, men savol berib o'tirman. Jurnalga baho tushum kerak. Davay. Tasavvur etinglar, mening uyimda qishning kuni eshikning oldida qop-qora bir narsa turibdi. Nima narsa u? Men bormadim sizning uyingizga. Ahmoqlar. Yetik qo'ygan qara narsa deb turibman, tushunmaysizmi shundan? Yetikmi? Yetik. Yetik. Ansatlashtiraman savolni. Diqqat bilan tinglang. Tap ana shu mening uyimda, tap ana shu qishning o'zida ikki dona qara narsa turibdi. Men jo'ralarim bilan aylandim mana. Bekzod bilan bordim men. Bekzod Ismoil bilan Ahmad. Qisqasi bilmaysizlar-ku. Ikki dona yetik. Shuni ham bilmaysan Ahmad. Ansatlashtiraman savolni, ansatlashtiraman. Tog'da o'sadi, meva, olma sharbati tayyorlanadi undan. Qaysi meva? Men bilaman. Aytqani, vo, aylanay. Men bilaman. Ulug'bek, qalin javobni aytqani. 3 dona yetik. Bilamiz, voy bo. Ahmoq, etik meva emas-ku. Olma, tur joyingga, eki. Ahmadjon, sen kim bola deysiz? Bolasiyding? Bilmaysizmi? Shuni bilmagan uchun Glavniy начальникdingmi? Glavniy начальник. Ahmadjonda sana savol. Bomba nereda portlagan atom bombasi? Yaponiyada. 5 vaqan. Sen kim qizsan? Direktorning qiziman. Aynan sendan sochlaring. Atom bomba nereda portlagan? Yaponiyada. Qaysi shahrinda? Hiroshimada. 5. Ulug'bek, sen kim bolasiyding? Rasajon. Boshqa partaga o'taman men. Mening klassimda hammasi bir normalniy o'quvchilarsa. Sana savol. Ber. Bomba nereda portlagan? Yaponiyada. Qaysi shahrda portlagan? Hiroshimada 1858-yilda. Necha odam o'lgan? 1 milliondan ziyod odam o'lgan. O'lganlarning ot familiyasini ayt. Ana bilmaysan bu. Давай, eshitma. Bilmaysan. Eki baxang. Eki, tushundingmi? Bu bola kim? Necha uxlab yotdi u darsda? Bag'arim bu bola akasi diktor bo'lib to'ylarga chiqadi-da, shunga bu akasining yanında diktorchilik etadi. Bir ro'g'o diktor ahlim deganda ochlar gullar deb diktorlar. Bizlar buni maktabga uxlatish uchun keldikmi yo o'qitishmi? Maktabda Tor o'rningdan. Dam oladi. Javob ber qani. Mana Newdimizda shu 2 yosh baxtli bo'lsam qo'shqani bilan qo'sha qarisim. Chamoldiqlarda omaza o'tirib olsin. Hey! O'tir, darsga o'tir. Ya, otam. Newdimizda shu muallim bilan qo'shlar. 1. Ahmadjon, sana yana savol. Ahmadjon! Soliyev. Angliya poytaxti ner? Ne qura oldin qiymildab tursiz? Angliyani poytaxti ner deb turibdi. Angliyani poytaxti ner? Angliya deyman. Tushunmadim. Sen eshitmay tursan men so'laganimni? Mana eki qani? Men sana isbotlab beraman hozir. Eshitilmay turibdi maqal. Qani so'la qani? Eshitilmay turibdi-ku endi. So'la. Ana kuni muallim bizdan darsdan qaytib keltirsa, siz 2-etajdan ona tili muallimi bilan Xudoni amri rosa eshitilmaydi. Eshitilmaydi, aytdim. Qasam, men bundan bir tartibsiz gruppada chamasi dars o'ta olmayman. Rahmat. Ona tilim muallim chaqiraman. Men o'tolmaysiz. Men o'tib keldim. Baran mayliq. Apar. Ona tilim muallim tanimadi, xudo shukr. Ketdik. Kursini men olamanmi? Demak, davom etamiz. Bizda avtobusdagi holat. Marhamat. Hadi. Tutmuş. Aslında avtobus. Brat, assalomu alaykum. Qalaysan? Eshitma. Men bu yerni Sapqo'rdan avtobus yo'ldan o'taman, bilasizmi? Shu yerdan o'tadi. Rahmat. Bilib qo'ying. Miyda o'sha avtobus. Yaxshi. Ay, brat, bana so'rasam bo'ladimi? Bu yerni Sapqo'rdan avtobus aniq shu yerdan o'tadimi? Shu yerdan o'tadi dedim-ku hozir esa. Yaxshi, qiz ko'rmak, brat. Bir so'rab qo'yma. Ne, bratan? Boshqa savolda? Aniq shu yerda o'taman. Shu ostanovkada to'xtab,
Qanday bo'lasan seni? O'zbekchaga tushunasanmi? Shu yerda o'tadi deb o'tirmangmi sana? Yaxshi, brat. Bo'ldi, so'layvermasa ezmalan. Yaxshi, brat. Bir pochani O'stan pochaga chiqib yotgan odam pochani chiqaraman deydi. Hozir yana deming chiqsa bor-ku, o'ylasan, yaxshimi? Bu yoqdan chiqib ket. Ne, brat, boshqa bir savol bersam bo'ladimi sizga? Boshqa bir savol. U yoqdan atesmamishlar so'rasam qolay bo'ladi menda? Berni Sapkozning avtobusining shoferini tanimaysizmi? 6 yarım, 7 yarım, 8 yarım, 9 yarım adam yok. Men sapqozchi emasman. Bilmayman kim ayda burganni, yaxshimi? Kim aydagandan bilmayman hali. Melody. Kechirasiz, brat, kechirasiz. Ne, brat. O'ynab aytdim. Hay, brat. Aniq, Berin Sapkozning avtobus yo'liga kelib, bizlardan mindirib olib ketadi-ku, to'g'rimi? Voy, brat, aslan, voy, ne bilan qizishib, voy, kerak bo'lsa taksidagi bilan. Voy, o't, yoshlar arqaga qaydan sarkan. O't ketgan o'rta, qo'lda qarasan. Brat, assalomu alaykum. Mabodo Berin Sapkozning mashinasidan o'g'im o'tib ketmadingizmi? Avtobusdan o'tib ketmadingizmi? Bilmayman. Orqangizda avtobus ketmayaptimi? Yo'q, ko'rmadim. Yo'qmi? Ha, bo'ladi, gap yo'q. Sen taksida ketasan ekan 1 soatdan beri mendan avtobus so'rab tursan-a? Просто onadan avtobus so'rayapman. Qo'y ketdim, men piyoda ketaman. Ha, nega? Brat, taksibisiz? Yo'q, taksistman. Taksismisiz? O'tirsak bo'ladimi taksiga? Burilajimmi? Ey, bu yog'indan kirib, bu yoqqa qarab ketmadimiz bor. Shuncha. O'ynab aytdim, kapot bu yoqqa ketmadim. Aynan turing bu. Aynan turing. Brat, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Brat, alaga, o'yinda qisib qoldi mana. Voy. Voy, qisib qoldi, brat, o'yinda bir. Eldiga bir borib kelmiz. Voy, brat. Voy, o'ynamang, brat, o'ynamangda uni dedi yo. Dedi o'qil. Oldingda mana. Mumkinmi kirib o'tirsa? Mumkin. Au. O belamga ochiladi. Turbalardan xorda, turbadan aylanib o't. Qani turba? Turbalar mida, o sportivniy mashina. Men Porchkina, Porchkinam yo'q. Porchkin. Voy, oling ana Porchkin. Antin chiqarib, qo'shib Bo'laman. Brat, qo'lingizdan bunday deb qo'yib o'tirib tashlaqmi? Salomlashishmi? Bratdan, o'ng qo'l bilan salom bering, chap qo'lini emas, to'g'ri. O'ng qo'l bilan salom. O'ng qo'l ben. No, ben rolda. Rol bormi? Rolda emas, просто mushum qisib o'tibman, nervim chiqib. Ha, shundaymi? Bu magnitofonimiz bormi, brat? Magnitofon bor, eshitasanmi? Abi, biroq qora rayonning artistlarini qo'shib. O'zi rayonning artistlarini eshitaman. Xudoga shukr, normalisidan qo'ying, eshitib ketik bo'ldi. Kulağım içmeye kalmıyor. O normal koşup koymadınız mı? Rayonda normal artist yok ha. 6 yarım, 7 yarım, 8 yarım, 9 yarım adam. Gördün mü desem geçip kalır. Yazık kimin havası çıktı şunda? 6 yarım mı? 6 yarım. Bölüştürdün o adı. Ne bileyim? Niye? Kıvençiler var şularda koyup beni söyle. Kaç kıvençi? Onde kaçı. Koy canga dik getiriyoruz koy. Ahmet'in söylegenleri biri yaman zor bala. Şeker. Ulubek'tin söylegenleri yok mu? Ya, ayttım mı rayonun normal neler olan. Bir hoş koyun abi. Koşuk koyun ne? Karoç koşuk var zakonlu. Sakov adam aytkan. Da müngülü. Bezzuk'ta aytkan özüm. Müzikada bezzuk mu ne? Vay mana havri gözüge vurdu. Ya, konditsionerde açtım elim, bunda koymadım var mı? Ha, koymaydınız mı? Ha? Hatta ne? Kulağım eş falan mı? Aytdım var Sakov adam aytkan dep. Sakov adam aytkan dep. Ey, çoto. Skorska koy vereyim da. Menden ne ayıp? Sürül. Aytamam batadı. Mana bilesem no. Haysa? Na doğru no. Mana ama yol mana. Yol emas sahne bu. Mana no bilesme? Ya bilmiyorum. Kol bu cille kol.
Sizga shal ne, mana bolalarda bayramga sharab qo'ydim men. Sharlar bor. Yo'l kiragiga shar berasiz. Yo'l kiragiga shar. Shishiraymi? Shishirib ko'raverim men mana. Ne böyle yaş bolalar şeppe ketdi hocam. Nereden aldınız? Aptekdan oyunu mu? Aptek. Ha? Yürek yürüyecek o. Manalar oturuğuna kadar. Ukol vakların buldu mu? Cillilen oturuğuna kadar. Sizler sancım kadar tanımı nereden? Çakır çakır gitti güzel. Şıvır şıvır soğusa asal. Kara kara bunca güzel. Birini mi bulup dedilerim? Çakır çakır gitti güzel. Bir marhamat bizlar davom etamiz. Bizda keyingi nomer urush davridagi holat. Marhamat, qarsaklangiz olsun. Gittik. Hazır nemislerini öldürüp, soyup, qarib, giyimlerini giyip olamiz da. Keyin bizlar nemislerin arasına giriyor. Girgandan so'ng biz nemislarga aytamiz da, yana o'zlarimiz dilda yog'daylar homi, ya naqili deb qo'yma. Hay gitler deysan. Biz ayg'oqchi bo'lib kiramiz da arasına. Ey, o'ldirib. Ey, nemisning xotini kelyo'q. Nemisning xotini kel. Nemisning xotini yo'q. Pishchang! Şıp. Ey, dur bunu tut. Gördün mü? Endi men nemis bo'laman da men. Hech kim tanimayman. Chiqar, yo'qot ani, yo'qot. Yo'qot tanga. Arasında nemislar arasına girib olib, o'zim agitator bo'lib, yediren barini. Dur, Gitler geldi. Hay Gitler deb salom beramiz. Ekimiz dengine hay Gitler desem bizim ekimiz Türkmen ekimiz bilmey qalıyor. Naqila! Öldürdü endi, Naqila deb qo'ydim da. Yomon dal. Varmın yarım, dinle ayım. Söyün yarım, seni humayım. Gitler. Çözden neyin ha? Mayor Hay Maskov. Gitler! Varmın yarım, dinle ayım. Batman yarım. Çözden Batman yarım. Hay Gitler! Gitler bratan. Gitler. Hay Gitler. Batman yarım. Gel. Varmın yarım, dinle ayım. Söyün yarım, seni humayım. Bu dünyada balık payı. Onda degan men kommunada bizda Maxtumqulda keladigan bir muxlislarimiz bor ekan, agentda aytib beribdi. Postoyanni o'zbek dedi, ne deydi? Aytganda sizlarni ko'p sampilda berib bo'lsa, konsertning oti nima ekanini aytmabman-ku. Kim tavadi konsertning oti o'zi qisqagina gap. Kim tavadi? Voy, tushir meni. Voy, yaraman bundancha. Prostoymi telefoni? Azondan bir o'ynatib so'ng. Qayda maqtanib bersa uyingga borib, antiqa shoda rejissyorni o'ynatib qo'yibman men deb. Ko'rdingmi? Konsertimizning nomi bilmasanlar bilib qo'yinglar. Assalomu alaykum hurmatli Antiqa shouning Bo'ston deb nomlangan konsert dasturiga xush kelibsizlar. O'tgan safar konsertda Bo'ston bilan Biruni disko ochibdi, bolalar bir-birini shunday desak, mana bu bir qiz yaxshi bir do'stimiz bor edi, Bo'stonga turmushga chiqib ketdi, to'yga chaqirib qolsa bo'laman shu. To'yina bordik. Endi hamma kvenchilar keladi, Birunidan kvenchilar keladi. Ahmad akamiz chiqib bordi-da to'ylandi. Oylik bordik bir mana. Deb bordik, to'yga kirar-kirmas deb qayta urdik bundan. Biroq bo'ldi, qaytib aytma, xudo ursin ekan deb. Bo'ston zo'r dedik-da. Bo'ston 50 qara deb yozgan darvozadan kirgandan keyin mina sizlarga mina dedi. Lekin baribir yaxshi emas bu Bo'stonning bolalari Birunining bolalari bilan, Birunining bolalari Bo'ston bilan, To'rtko'lning bolalari bilan, bizning rayonning bolalari Bo'ston, Birun, To'rtko'lning bolalari urmanglar iltimoslar.
Şu yaxshi emas bu. O'zbirchilikda yashagan bir quyoshning tiyinida yashaymiz, bir O'zbekiston yurt deganda, Qoraqalpog'iston degan zaminda yashaymiz. Bu to'g'ri kelmaydi. Sababi bizlarda bor, qizlarimiz bor, borib shu yoqda o'qiydigan. Bu yoqdan qizlar bolalari bor, kelib bizlarda o'qiydigan. Shulardan sal qayg'uringlarda. Endi chiqib sampildab turganima sabab balkonda san'atkor akalarimiz kelgan, shu akalarimizga biroz bir gap bersak, azondan beri gulub tashlab, meni yeverdi mana janob Rasul degan. Qachon berasan deb. Marhamat san'atkor akalarimiz Odilbek Abdullayev. Oyna. Oh, mikrofonda söylemasang o'shab ishidasiz, Adila. Abi turib, tabriklab, spesial ishlamaydan mikrofon berib. So'galmasin dedik. Baqira olmasin dedik. Chiqarib beraman mikrofon. İşlemeye kaldı o. Yaxshimisiz? Şükür, o Xudoy ko'rdingmi? Men shuncha talpam ko'pligini ko'rib sizlar söylab turibman. Endi kuchayib ketdingiz-ku. Ha, o'zingga keldi. Savolingiz. Savolimiz? Avval bir muxlislar bilan ko'rishib olsangiz, bir ruxsotingizni ko'ra olmay qarab qoldingmi bular? Aytmadingmi axir? Ha, yaxshi. Avvalambor, assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Mana bugun Quvizi terma jamoasining konsertini tashrif buyuribsizlar. Shu Quvizi jamoasiga ham omadlar tilaymiz. Hamisha ishlaringiz olg'a bo'laversin. Hammaga omad tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Ruxsatmi? Bu rahmat, o'tiring. Shuncha artist olib kelgim kelmaydi-da meningda. Qirilib, oymay, tayyorlanib yuramiz. Ikkovi so'ylab turgan artistga hamma qarab berib, bizga itam qaramay qo'ying. Odilbek kerak bularga, Odilbek. Allah Labbay. Ha, qaysi qo'shiq ana yaningizda bir 4 manchani o'ynatib qo'yibsiz-ku? Assalomu alaykum. Qaysi qo'shiq edi? Shu qo'shingizga tan beraman ey. Rahmat. Oo, mana Jamshid akamiz o'tirgan ekan-ku. Bizlar san'atkorlarning otasi Jamshid aka bir o'rningizdan turib mikrofonni ushlab. Alaykum assalom. Molodets. Mikrofonni olib o'zingiz bir ovozingizni eshitsin. Keyin sizni tanishtirik bu xalqqa. Qo'shiq ishlab o'tirdim, kiyimija aytmay to'g'risam. Adil keltdan yur deganga men aytdim, o'zim ham o'ylandim. Ulug'bekdan ko'rmaganman ko'p bo'ldi. Bir ko'rib ketayim borib dedim. Shu yerdami? Esdan kelirdik shunga. Bugun sizga uchirt yetmasa kerak, meni X'ning bolalari tutmaydi. 6,5, 7,5, 8,5, 9,5 yo'q. Ay rahmat. Qalay aytman? Shukr. Bu Jamshid degan yigitimiz, og'amiz bizlarning. Mana janob Rasululloh o'tiribdi shu yerda, Odil akamiz ham o'tiribdi. Ne jamiki bu yerdan chiqqan san'atkorlar bo'lsa, shuni sen men yerda o'tirib, men yerdan o'sishing kerak deb qo'ygan odam. Bog'bon desak ham bo'ladi. Shu bog'bonga bir qarsaklar bo'lsin. Bog'bon emasman, fermerman. Ha, to'g'ri, ba'zi bir sizdan chiqqan shagir qo'shiqchilar ham so'ngida mal bo'lib ketyapti. Oxirida chiqib o'tirganlar asrasa. Bag'iyapmiz shu astan. Siz boqmang. Och bo'lganga yem tashlaymiz. Siz boqmang, siz sovung. Bir ikki so'm pul olib qolasiz. Kala yetib olib kerak qo'yishdi. Kala yetib olib kerak? Bu kala bo'ladi o'tlashdi o. Rahmat akajonim, rahmat. O'zi kasbingiz nima bu odamlarga sir sizning? Kasbingiz nima? Kasbim fermerchilik. Qo'limda 3-4 qaramalim bor. Shularga yemin tashab, baqirgandan yem tashab yotibman. Qarab turib, tasavvur eting, men shu gapni aytsam-da, masalan, men Kvenga savol, Ulug'bek sizning kasbingiz nima bo'lsa, tasavvur eting, Kvenning bolalari sizlar eshitib turinglar-da. Kasbim fermerchilik. Sahnada 4-5 molim bor. Birsi sara, birsi qara deb ketma lekin. Mana keldim mana. O'jagim ham bor. Süt yo'q. Rahmat akajonim, rahmat. Bo'ladi. Hazil yana. Ya, gap yo'q. Eshitib ha, zil deb turibsiz. Janob Rasul! Rahmat. To'g'ri, og'a söylemay turing. Janob Rasul tabriklasak bo'ladi. Bu ota bo'ldi bu. Qarsaklaringiz. Rahmat, salom aytilsin. 6,5, 7,5, 8,5, 9,5. Ha, sen Rasulning og'aynisisan, niye biroq shuni qo'shin qo'yaverasiz o'ynab kelib? Odil akam qo'shini qo'ysadim bo'lmasa.
qo'shig'i bormi? Ha, ana bossa degan qo'shiq yo'qmi? 4 qizga qarab turdi, o'zi o'rtada bir o'zi krasovkada turdi. Bossanga. Yana otlarga qayran qaradim. Shidada kamera ichiga qarab. Guvoh. Rasululloh xanim tilaklaringiz? Rahmat ukam. Shu hammani Navro'z oyom bilan tabriklayman. Shu yerda mana Odilbek do'stimizni, meni muxlisimni, Bekzod shogirdimizning muxlislari bor. Bularni hammasini kelajakda o'qishlarida, ishlarida, turmushlarida omad tilayman chin yurakdan. Hammangiz bor bo'linglar bizlar uchun. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Chaqir katta go'zal. Endi hurmatli muxlislar, bizda ham soz, ham suhbat deganda, endi Rasululloh hamma tushirib qo'shiq ayttirajak edik, prosta qarim chiqib ketgandan keyin bugun tushib kelmas deb o'yladim. Hujum, toza qo'shingiz bor ekan, men otini bilmayman, qanday edi qo'shingiz oti? Qirib. Mana, yana ko'rdinglarmi xalqlar? Kvenchilarning o'zi biziq deydilar, qo'shning otini qarandi. Qirib. Kimina agentga kirsang, yo'lda ko'rdim bachkana bo'lib ketdi kvenlaring. Og'zingizga kelgan so'yib yurasizlar. Nima qo'shiqqa qirib. Endi neni adlangdan o'lib yanib yedimiz. Bossanga. To'rtvam tashlanib yotib, qaysi birimiz qo'yibdi. Endi ana Bekzod Ismoilov degan yigitimiz bor. Endi ana aytgan qo'shig'ini qarana. Nishatinman. Boshingga chiqib qolmasa Moskvaga qochib ket. Yetarli edda bu. Nishatinman deydi. Rasululloh ham qirib yulib bir eshitib qoladi. Onun uchun boruvim kerak bo'lgan. Qani bir kelin qani aynan sizdan. O'zingiz kelmang. Odil akam ham olib tushing. Bo'ldi. Bo'lsa jip bo'lsin. Bo'ldi. Odil akam birovda kostyumini kiyib kelganda shunga yo'q deb. Odilbek Abdullayev. Beravering almash gazlash kiyib chiqaverasiz qismi. Az boramiz ko'rasan, qarab tur. Ke. Shu yerdan sakraverasizmi o'sha bolamiz? Qachon kelaman deb Bekzod bilan so'lashib turingmi? Bormi Bekzod Ismoilov? Bekzod Ismoilov bormi? Yana bor edi, gapdan chiqib turib. Ya chaqiringmi Bekzod Ismoilov? Ola kelaman deb turaverdik, ondan ko'ra men To'xtab telefon yetib ondan ko'ra ayting. Ali balla Odil bilan Rasul tushib ketdi. Shu bir yetib kelib o'tirmasin aytib. Trayagada o'tgan safarda 3-4 ta qo'shiq aytib bo'lsa, kven tamom bo'lib qoladi. Yo'q, o'tgan safar shundan keyin bo'ldi. Svet 1 soat o'chib qoldi. Endi xudoga qarasa bugun boshqacha bo'ladi. Bugun svet 2 soat o'chadi. Ya elektroset bilan yaxshi bo'lib ketdik. Ag'ayin tusundiq elektroset bilan. She'r aytgandan keyin ranginga degan. Desh. Arqadan Bekzod Ismoilov chiqsa bir ahvolim. Nima deb Bekzod Ismoilovga qo'shiq aytib turib ekan? Davay. Qani Bekzod Ismoilov. Bekzod Ismoilov do'stim kela qo'y. Hech kim chapak chalmaydi, ko'rdingmi? To'g'ri, zo'r. Yoqlasam qalik. Kursantina yo'q. Ya, uni ochuvim kerakmi? Bekzod o'zi ana kolonka deydi. To'ta. Ko'kurt cho'pning ichida yo'q. Qisqasi kelmabdi o'xshaydi. Orqaga o'tma, negrlar orasida yurmayapti. Bekzod Ismoilov desa, men Bekzod Ismoilovni o'tirib qaraman. Gap yo'q, o'tir. Artistlarni chaqiribmizda qiziqqa qaranda orqa eshikni ilib qo'yibmiz, yuribdilar bechoralar. Acha orqa eshikni. Taqilib yotdi bechoralar. Ochma. Bir qirilsinlar bir zaman. Hozir kvenni bir deb. Ya, miltiqlarda yashab qo'ydim o'zi. Kvenni bir deb abrayni ko'tarib ketadi bular qarab. Kim keldi dedi? Janob deb uni deb söylemang. Bir tilda eshitiladigan uzoqda aytsa. Abi kelav, nechta mashina qolmay yo'lda? Adlan bilan kiyim almashtirilmayapti. Badra, assalomu alaykum, Badra, assalomu alaykum, Amazon. Agar shu odam bo'lmasa, Rasul bir tiyin. Yo'q, Batragan bo'lmasa, Rasul bo'lmasa, Batragan.
ishqilib bir bala. Sen ya bu narsalar dedingmi menga cho'ti? O'ylanmay so'rab qo'ydi sizlar, o'ylanmay. Qarni chiqib ketgan dedi. Xo'jalikda normal yeb o'tirgandan keyin chiqadi-da o'zara. Yo'q, siz tushmaydi deb o'yladi-da. To'g'risi men ham o'yladim tushmaydi deb. Yeb ichar yaxshi-da xo'jalikda, shundan keyin chiqadi-da. Endi gapingizni ma'nosini beraqingda bunaqa. Yeb ichar yaxshi dedi, shunda men yeb icharim yo'qmi? Omma yemasam beribman. Topdim. Yo'q, men sizga просто qarin chiqib ya ayta olmadim, endi ayta qo'yin. Rasmlarim ko'tardi o'sha. Sana mı yedirsin Xudoyim? Alayım. Ağacanım, bir muxlislar uchun bir qirib, yulib, yirtib. Qani bir ko'raykan. Bo'ldi. Marhamat, sizlar uchun yangi ashulamiz qirib degan ashulamiz. Muxlislarga yetib borsin. Ana bordi, ko'rdingmi? Yetemem de azaplanar yürek. Senle bu azaplarından ben özüm gerek. Günü oylayverip medarım kalmadı. Bu sevgi azabına ben çıdamadım. Yüzünü görün desem kayrılıp kaçmaya. Ben seni sevdim desem başkaga takmaya. Aşığım hiç biri mendin bulmasla ya. Sen edep yanaman yılap yığlap yüzünü görün desem kayrılıp kaçmaya. Ben seni sevdim desem başkaga takmaya. Aşığım hiç biri mendin bulmasla ya. Sen edep yanaman yılap yığlap sana menindek zarına sevgilim. Bu kalbim kırıp neler istiysen benden. Acımadın sen beni bu sevgime. Yeter artık beni kıynamazsan gel yarım. Kara menindek zarına sevgilim. Bu kalbim kırıp neler istiysen benden. Acımadın sen beni bu sevgime. Yeter başka beni kıynamazsan gel yarım. Yetemem de azaplanar yürek. Senle bu azaplarından ben özüm gerek. Günü oylayverip medarım kalmadı. Bu sevgi azabına ben çıdamadım. Yüzünü görün desem kayrılıp kaçmaya. Ben seni sevdim desem başkaga takmaya. Aşığım hiç biri mendin bulmasla ya. Seni tep yanaman yılap yığlap sana menindek zarına sevgilim. Bu kalbim kırıp neler istiysen benden. Acımadın sen beni bu sevgime. Yeter artık beni kıynamazsan gel yarım. Kara menindek zarına sevgilim. Bu kalbim kırıp neler istiysen benden. Acımadın sen beni bu sevgime. Yeter başka beni kıynamazsan gel yarım. Kara menindek zarına sevgilim. Bu kalbim kırıp neler istiysen benden. Acımadın sen beni bu sevgime. Yeter artık beni kıynamazsan gel yarım. Kara menindek zarına sevgilim. Bu kalbim kırıp neler istiysen benden. Acımadın sen beni bu sevgime. Yeter başka beni kıynamazsan gel yarım. Rahmat. Wow, SMS dedim. Vay estağfurullah. Eğer şu qaram bilan siz shunday chaqirib tursangiz, garanti men bu gavda bilan uchishim kerak qo'naqa. Do'shidan ana qirib. Zo'r lekin. Seni qalbing qirdim hozir. Rahmat, agacha. Endi bir savol sizga. Xalq bilsin, qizning otini kim qo'ydingiz? Shahzoda. Alayim umri bilan bergan bo'lsin agajonim. Shunday qizlardan yana do'qin ketsa ko'ravergansan deyman-da. Onlar bo'g'ay izi Xudoyim. Umri yashi bilan. Salom yedirsin ukam. Amin, alayim.
Tez arada sening ham to'yingda xizmat edik. Qo'y, bo'ldi, o'ni yo'q dedingiz. Sen dabdaba yetib bermadik-da. Ya, ikkinchisi deb o'tirding-da. Ha, o. Tilingga chiqqan chiqsin. Rahmat. Shu hozir bir yuqorida mana Nizam akamizdan bir taklif bo'ldi. Shu sen, Odilbek, Bekzodbek uchun bir konsert beringlar, shu xalq ko'rsin dedi. Xudo xolasa tez arada sizlarga konsert uyushtiramiz, xudo xolasa. Oldindan kim bo'ladi? Hem birga o'zing tiqib yurasan, sen postdan. Qo'ysan shu xarakteringni. O'ng'aylig'anamanda men. Ya sen kichkina bo'lgandan ham tiqilib yurasan-da bu yerga. Alam iyim bor deyman. Rahmat. Marhamat do'stimiz Odilbekka beramiz. Marhamat qilsanglar. Talab nishayotganini bilmay qoldim. Ali. Av. Ali deganga menga chapak, ay so'ylasa bir gudukta chaqandan keyin. Söylemeyin, televizyonda söylemeyin, adlar şurayamanda. Sizi görsün. Allo dedim o benim. Allo dese akazakan he dedim. Adlar sizi görsem ya da çıkıyor. Aslı Bosana degen gap yaqqan buğa. Yaxshi. Rahmat adlar, rahmat. Endi bu sahnaga chiqamiz deb o'ylamaydik. Endi ko'cha kiyimida yuraylik. Endi muxlislardan ham uzr so'raymiz. Endi Ulug'bekning hurmati uchun keldik. Xudo xolasa sizlarga hozir xohlasanglar endi Bosanama ya yangi ashuladan. Tushunmadimmi? Agar shu ko'cha kiyimi bo'lsa, men Util bozordan kiyinaman ekanman. Every day I'm shuffling. Kutib oling, Odilbek Abdullayevning yalang'och ko'rinishi. Yangi qo'shiq bo'lsa, yangi qo'shiq yibanda ana bir til bo'lib ketaman-da men. Yangi qo'shiq bo'lsa, ham yangi qo'shiq eshitdik. Bosanga deb tezlashtirib qo'ydim, ha? Yaxshi, muxlislarimiz uchun Odilbek Abdullayev yangi ashula tayyorlag'anmiz. Marhamat, shu qo'shig'imizni sizlarga aytib beramiz, xudo xolasa. Qani, qarsaylar bilan hammamiz. Hey! Muxlislarimiz, bormisizlar? Qarsaklar bilan. O'ng taraf zo'r. Qani chap taraf ko'raman, chap taraf. Xohlovchilar bo'lsa o'ynaymiz davramizda bemalol. Her gün seni sağınaman. Ava ava. Resmin karab avunaman. Ava ava. Günde milyon merte. Ava ava. Sana telefon kılaman. Alo, alo. Cevap ver ne balo. Alo, alo. Oh, alo, alo. Cevap ver ne balo. Alo, alo. Hey! Alo. Kızlarımız. Zor şiirler yazdım yana. Ava ava. Bardım mı SMS sana. Ava ava. Telefonunu yaksana. Ava ava. Ne yap oldu bir açsana. Alo, alo. Cevap ver ne balo. Alo, alo. Alo, alo. Cevap ver ne balo. Alo, alo. Hadi kızlarım. Baya çap taraf kuşlar idi. Hadi on taraf. On taraf küçektendi. Her gün seni sağınaman. Ava ava. Resmin karab avunaman. Ava ava. Günde milyon merte. Ava ava. Sana telefon kılaman. Alo, alo. Cevap ver ne balo. Alo, alo. Alo, alo.
Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Odilbek, Abdullayev, Nuri Ulug'bek. Nuri baqirdingiz? Endi baribir bizlar ashulachi, sen qiziqchi buni gapda yengib bo'lmaydi baribir. Endi boshqa yengatan Muhiddin yengadi seni gapda. Men u doim bo'lgandan keyin baribir indamay turaverman u yerda. Men masalan qo'shiq bilan ham yurtda shu mumkin men masalan aytib berayman. Mayli, sog' bo'lgaysizlar. Hamisha yuzlaringizdan kulgu, chehralaringizdan tabassum arimasin. Shu Navro'z kelib kelayotgan Navro'z hammalaringizga shu quvonch olib kelaversin. Yildan yilga shu har Navro'zda shu bir-birimiz bilan didor ko'rishlikni Alloh taolaning o'zi hamisha nasib etaversin. Sizlarning ham ishlaringizga omad tilayman. Rahmat. O'zi yalang'och bo'lsa-da yaxshi aytadi, ko'rdinglarmi? Adilbekning uzatib beringda, men pulni berib beraman deb $200 ga keldi ekovi. Demak, davom etamiz. Antiqa shouda premyera. Hozirgacha to'xtalmagan bir narsaga to'xtalishga qaror etdik. Demak, kuyov ko'rdi. Tomosha qilamiz. Nega boramiz? Ulug' aka, hozir opamning yonina boramiz. Uyga-da. Uyga borganda yaxshi ko'riningiz uchun uyda kichkina bola bor. Kichkina bolaga yaxshi ko'rinsangiz bo'ldi, uydagilar sizni qabul etadi, aniq. Kichkina bola yaxshi ko'rinish uchun men qara ko'z surib borsam bo'ladi? Ya, erkalisda erkalab netsangiz, kichkina bolaga yaxshi ko'rinsangiz. Erkalasam bo'ldimi? Bo'ldi, erkalasam. Voy, erkalab tashlayman uni. Bo'ldi, mana, yo'q. Xotin Abo dasturxonda yaxshilab tuz cho'shasanglar bo'ladi. Ana u kuyov bolani birinchi marta ko'rdim. Chiq bu yoqqa. Ko'shamlarni. Bolam sen nervingga asab bir normal o'tir. Sen kichkina, o kichkina. Patirdamay bunalarga asılmay o'tir. Umringda ko'rmagan ekaningni bildirib qo'yma. Tushundingmi? Söylemay o'tir tanchiqana. Qani yaxshilab to'shasanglar bo'ladi-ku. Bu kuyov bola o'zi normal bolam ekan, ko'rmadigan buni umrimizda bir. U bizlarda ko'rmadi. Qizimiz normal, kuyov bolam normal chiqar. Assalomu alaykum. Voy, ne ukamdan. Nasıl? Achchu. Vay, ach ketdi. Kuyov bola tinchlikmi? Ko'rinishim kichkina bolaga o'xshayman ekan. Assalomu alaykum. Uzr, tanimay qoldim. O't, kichkina bola bu yoqda. Hech aytdim. Voy, ne chopatdek bo'lsa soqol chiqib ketdi. Achchu, voy. Saskada ach ketdi qo'yib Ennenney, voy qaloqlarni, o'z sochlarini qarab, o'g'izning jininday. Ennenney, nasay bormi, nasay? Borda zarifga u. Chiman. Yani yoqda kichkina. Aynag'ang bu ahmoq. Assalomu alaykum. Uzr. Aytdim, zarifning nosmay degandan. Toshli kichkina bola mana o'zi kerak. Ennenney, ukamdan o'zim. Nasvay bir nasvay. Sartaroshxonada asldan xotirman. Endi bu yerga kelib uyimda rangima. Mana kim o'zi? Bo'ylaringga nima deydi? Assalomu alaykum. Bratan. Okey bola. O't, o'tir. Barakat toping. O'tir. Chiqgan bu opa. Mana molday o'tirdi, qo'ydi-ku bu, o'tir desak. Tor olingdan. Bu kuyov bola o'zine yarasha bir nesi bo'ladi bu? Irimi bo'ladi. O'tir desa o'tirasizmi? Tur bolam. Bu anqonimizga ko'rsatik. Bizlarga o'tir desan, qara, yuran. O'tir desan. Yaxshi, o'tir desam bo'ldimi axir? Bizlar sana o'tir deymiz. Bizlar qara, tushunib ol. O'tir degan vaqtda ana shunday aytasan. Tushundingmi? O'tir. Ruxsat berdim, o'tiray. O'tir, o'zinglar qisqalar, o'tir. Kuyov bola kim o'zi? O'tir. O'tirg'izaman hozir. O'tirsang, o'tir. Balam o'zing gaplash. Tursang, turdi deysan. Ne bilaman uni? O'tirganda nima bo'pti? O'tir. Ekangam o'tir. 10 yil o'tir. Amin. Ha? Balam sen kelding, hamma narsa keldi Xudodan, shundan bundan betterdan Xudo saqlag'ay. Alloh akbar. 15 yil o'tir. Sen kuyov bolamisan o'zi. Qamalib ket.
Kuyov bolamsan. Amitsiyaga ilmay o'tir. Kuyov bolamsan o'zi? Pasport suvda uchirib kutib o'tir. Kuyov bolamsan o'zi? Ha? Kim o'zi buni? Ya gazlardan dokumentdan ko'rib qo'ymayman. No barmi? Gazdan keldim men. Gazdan? Endi nima mana singlim qolib ketaveramman, uylanasan. Kellanganimni bir martaba bo'lganda. Shuncha o'tirg'izib turg'izding-ku bizlarda. O'tirg'izib turg'izganda o'tirib tur dedim men senga bir. O qaytaldan uylanveraydi ekan buni deb o'tirib turganda. Mana qara balam, buni bir nachalnik nima dedi o'ydim men bu qalay bu gazdan keldim dedi bu. Gazdan keldim. Yoqqa kel, uylanasan. Nerga uylanadi, kimga uylanadi? O'shitdan ekonnesi bor, joyi bor. O'shitda ekxona joyi bormi? Qo'shib beradi. Yag'a uylanmayman, men chillamasam, men shu rangini qarab ota deb beraman. Qo'sh. Sparki bor. Spark kellanganimni uylanmayman, shu rang ro'yina qarasam ota deyman men shu. Qo'sh. Hey. Ha? Malibusi bor. Ota! Otajonim, otam. Davom etamiz. Bizlarda keyingi nomer Navro'zlarda Balaton Qo'chqar urush marhamat o'rtalar. Tasavvur qilamiz, bizlarda birinchi Qo'chqar emas, toshbaqalar jangivonda qanday bo'lar? Davay, toshbaqalar jangi. Mana bizning toshbaqa sindiradi. Qachon boradi bu? Qo'y bo'lmadi, pashchalar urushi. Boshqa urush. Pashchalarning urushi. Pashchalarning urushi. Ma. Bo'lmadi, Qo'chqar urush qani Navro'zda Qo'chqar urush, ha? Ha, qisam. Oyog'im tak. Ha. Qara. Hop. Voy. To'xta. Men Qo'chqarim o'ziniki bo'lsin. O'ziniki bo'lsin. Kenga sharmanda aytibsan. 1 million so'm pul qo'yib qo'ysa, yaxshi urush. Ana, enkayib turib o'rtadan ber, tushundingmi? Hop, Osmon. Qo'chqarim yerga. Voy, Tiyma Qo'chqarimni. Timasini. Qo'chqarman o'g'at yesin. Yo'q, men Qo'chqarim. O'taqa. Bizlarda urushtirib qo'yay, bu yoqqa o't. Qara, qaytalan. Narman aytib ber. Bor. Ey, ana Qo'chqar men emas. Laqabim shunday prosta. Rangingni buzib borda kella ber. O'rtadan tushundingmi? Enkayib. Shaxtning o'rtasina. Bir egochi ber. Davay. Hop! Yaqa! Urushmayman, men Bo'stondanman. Ha, Bo'stondan Qo'chqar. Davom etamiz. So'nggi nomerlarimizdan biri shaharlik qiz qishloqqa yerga chiqsa qanday bo'ladi? Ey. Chicha. Ana yenam aytataran sirni so'p qo'yasiz ekan. Uf, sirmi? So'p qo'yishim yenam aytataran. Shuytib o'tirib, sov shartmakan, yuqori qarab tep-tep so'qsaq bo'lmaymanmi? Yaxshi. O'lgay, obasin shetib o'tiribsiz? Enam sir sovsin degan ekan, sir sov o'tiribman. Bildim, sir sovsin degan. O'g'ilsin deyna shetib o'tiribsiz. Voy, o'lgay. Og'zingizni ushlamanin-da. Sharmanda, mash shapatday bo'lib mana 95-96 da turmushga chiqib keladi-da, mana sir bilan o'jakning farqina bormaydimi o'g'izning? Xudoy, bizga o'xshab mana o'tirib bayga borsan,
Bilesen sir bilen öjektin, ögüzdün farkını mindet savuş gerek. Hey, dünkü. Kemper. Ne diyeyim savayıp. Biz. İşte olsa. Ha? Sir savayıp oturup ben Xudoga aşkına Ne? şapbatday kelin hiç desen düşünmeydim. Sen çölesen de. Ha, o men soğuk oturup ben. Ne mi otanga barıp gelim gerek. Uşunda bana vur, menden ne ayıp? Ha men buna işekti minip keteyim ha. Every day I'm shuffling. Demek devam etamiz. Bizde hit parad. Marhamat. Ya haccadaki fokbek Sanosim, muriromi, pagnisim. Te camafla, me verá. Привет. Мы случайно встретились, падал белый снег. Ты меня заметила, я сказал привет. Марина, Marina, я сказал привет. Yolundaman her güne yürüp azan geç. Kütüp seni şünçeler çakırmadım hiç. Barınma yanına seni. Kalima. Vay karo pingimi. What? Şpingelet. What? Nima sen o'zingcha tipirchilayapsan? Ha? Qurtiymanmisan, nima tipirchilayapsan? Nima sen shunchalik abasmas qilib qoldingmisan? Men senga bashiring kesat machit qilsam, menga buqamasan sho'g'intiraysan. Menga avo, men sen bilan любойчаса gaplashgacha polni o'zman qo'lim. Qo'lingiz yetmaydi. I love you, güzelim. Meni kechir, xato qildim, meni kechir. Seni baxtdan judo qildim, meni kechir. Vatman yaryan dingli ayım. Söyün yarım seni humayım. Bir demin derbägülü, bir de düzmen halıma. Üsleplebin gece gündü, yanım söyün oduna. Takdim etadi. Qaragisi yo'q. Qaramasa nega menga farqi yo'q. Bunchalar zo'rsan, bunchalar go'zalsan. Naqshli ko'z olib, delar ko'chada yonib. Naqshli ko'z olib, delar ko'chada yonib. Ey naqshli, qapqara qash qaqshli. Kela qol dilaram, bergin jonimga orom. Ey naqshli, qapqara qash qaqshli. Kela qol dilaram, bergin jonimga orom. Yakadı sözleri, şu kara gözleri. Gözüm kamaştırgan ay gibi yüzleri. Nişeteymen senden vazgeçe almazman. Zalim nişetkenin buldu seni. Ezip taşadım kumeni. İndi yıllarımızına geltire almaz. Sağınamam geceler.
meni kechirdi. To'rpadaringga la'nat. Halem yotibsanmi? Soat 10 bo'ldi. Mol ichkarida och qolib yotibdi. 6:30 bo'lib ketdi soatim. Kutaverib ag'rib ketdi oyog'im. Endi nishataman gelmasa yarim. Duraveraman yo'q boshqa ilojim. Ne kerak ekan nega? Meni kechirgin. Haroratim o'zingdursan. Bo'sana, nazlarim qo'ysana. Nesi, yakarman sesi. Sochlari taram, ko'kil oram. O'zi go'zal do'rasan. Yo'q demadim, demadim. Unisini bunisini operaman deb. Qo'shma qarshi osmali, elimda xina. Erakaduni yurti, haqqami xiva. Your protection'ni bilasanlarmi? U meni yonimda hijolat, u meni yonimda nosvoy chakadi. Men shamol esa, sevaman ko'zlaringni. Sevaman so'zlaringni. Zamira yu Camila, Marina yu Zarina, Dona yu Gumira. Nesi, Aisha, Ainura kız Ainura. Bad boy, Subhan, Shahnoza. Salam. Yes. Salam dilimda yosh, yana qancha kundayam, qancha berayim bardosh. Salam dilimda yosh, yana qancha kundayam, qancha berayim bardosh. Kim biladi ya? Pravdani qizimi bu kim biladi ya? Kim biladi ya? Kirifni qizimi bu kim biladi ya? Mambalama no. Navoiyni qizi ku mambalama no. Mambalama no. Lilizmning qizi ku mambalama no. 50 yillik Navoiy pravda kirib, Istiruning qizlarini pat eladi. Aeroportning saqavo, soqala bo'ldi. Istiruning qizlarini pat eladi. Qanaqa kishni, qanaqa kafe, uyda jimotele, qanaqa chislo, qanaqa konsert, qanaqa bayram, uyda jimotele. Hech qanaqa dugonalar, hech qanaqa bahona, hech qanaqa qo'rqasham bo'lib yurma ovora. Hech bo'lganda nima bor, qanaqa bayram zo'r, mangina hech kim indamaydi. Bu yerga qaraman ekansiz. Gap yo'q. Rahmat, ming marta rahmat. Kelganlaringiz uchun hurmat etib, san'atkor akalarimiz sizlarga ming rahmat. Kelganlaringiz uchun desa, uch ketib qolibdi, ne bilay? Ming marta rahmat. Konsert qalay bo'ldi? Ay rahmat. Qo'ldan kelgancha o'zi 10 kunma tayyorlanmaydi, qo'ldan kelgancha. Yalan söyleme, bir kun ham tayyorlanmadi, to'g'risini aytaver. Xudoy ma'ni aytgan. Undamasan, shunda kim bilaman? Yo'ldosh, davay. Rahmat, tazim. Va Buxoro! Qanday bo'libdi? Kayfiyatlar cho'qmi? Mashinchalarni men olib, samferlarni yo'q bo'lib, metanchalardagi olib, mana keldi Buxoro. Assalomu alaykum. Sho'rikoni yo'liga, qizavani ko'rgan, Ramidoni qiziga, ko'zim tushdi dilorim. Labi hovuzingdan aylanay, kalaminaringda meni o'rgilay, Ramidonga meni yo'rg'alay, ishqim tushdi dilorim. Oqayiq.uz Superportal. Chaqir